oilasi uchun, farzandlari uchun ertalab uyidan chiqib, halol mehnat qilib, ularning rizqini topib kelaman degan odam Alloh yo'lida. Bugun da'vo qilayotgan Alloh yo'lida faqat mana bu deb qo'shtirnoq ichidagi ko'rsatmani ko'rsatayotganlar bilib qo'ysin, unga aldanayotganlar ham eshitib qo'ysin, Alloh yo'lidagi ishlar mana bizni oldimizda turibdi. Nima bu? Halol mehnat. Bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning huzurlaridan bir kishi o'tib qoldi. Uning baquvvatligini ko'rgan sahobalar qaniki mana shu quvvati bilan Allohning yo'lida jihad qilsa, bu kuchini, bu quvvatini Allohning yo'lida sarf qilsa deb havas qildilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday degan ekanlar. Mana shu hadis hammamizga ulkan nasihat bo'lish kerak. Aytadilarki, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fa huwa fi sabilillah. Wa in kharaja yas'a ala abawayhi shaykhayn kabirayn fa huwa fi sabilillah. Wa in kana yas'a ala nafsihi يعفها فهو في سبيل الله وإن كان خرج رياء وتفاخرا فهو في سبيل الشيطان. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytayaptilar. Yuqorida sahobalar havas qilgan insonni ko'rib, shu kuchini Xudo yo'liga, Alloh yo'liga sarflasa, qaniki qanday yaxshi bo'lardi deganda Rasululloh shunday dedilar. Oilasi uchun, farzandlari uchun ertalab uyidan chiqib, halol mehnat qilib, ularning rizqini topib kelaman degan odam Alloh yo'lidadir dedi. Kimki ertalab uyidan chiqar ekan, ota-onasi uyida qolib, ularni yedirish, ularni qalbiga surur kirgizish, ular yoqtiradigan narsani mehnat qilib, pul topib, ishlab, ularga olib kelib berish uchun ko'chaga chiqsa, ana o'sha Allohning yo'lidadir dedilar. Kimki ertalab uyidan chiqar ekan, odamlarga muhtoj bo'lmaslik uchun, iffatini saqlash uchun mehnat qilib, o'zimni kunimni o'zim ko'raman deb harakat qilar ekan, ana o'sha Allohning yo'lidadir dedi. Kimki uyidan ertalab chiqar ekan, riyo uchun yoki faxrlanish uchun, mana men oilamni boqib qo'yapman degan riyo bilan, hamma ko'rib qo'ysin deyish bilan, maqtanish bilan ertalab uyidan chiqib ishga borar ekan, fa huwa fi sabili shayton, u shaytonning yo'lidadir dedi. Shuning uchun Alloh yo'lidagi qiladigan ishlarimiz oldimizda juda ko'p. Bugun da'vo qilayotgan Alloh yo'lida faqat mana bu deb qo'shtirnoq ichidagi ko'rsatmani ko'rsatayotganlar bilib qo'ysin, unga aldanayotganlar ham eshitib qo'ysin, Alloh yo'lidagi ishlar mana bizni oldimizda turibdi. Nima bu? Halol mehnat qilish. Halol mehnatning orqasidan ro'zg'or tebratish, bola chaqa boqish, ota-onamizni yedirish, ularni xursand qilish, o'zimizni boshqalardan muhtoj bo'lib qolmasligimizdan saqlanib kasb-kor qilishligimiz mana bu Alloh yo'lidagi bo'layotgan ish ekan.